Bismillahirrohmanirrohim. Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam 3 nafar kishi yo'lda ketayotgan ekanlar. Yomg'irda qolibdilar. Tog'dagi g'orga kirib olibdilar. Bas, ularning g'origa tog'dan bir xarsang tushib, chiqar yo'llarini to'sib qolibdi. Ular bir-birlariga: Alloh uchun qilgan solih amallaringizga bir nazar solib, ularni vasila qilib Allohga duo qilinglar. Shoyatki sizlarga kushoyish bersa, debdilar. Ulardan biri: Allohim, albatta, mening qari ota-onam bor edilar. Mening kichik yoshdagi bolalarim ham bor edi. Ularga g'amxo'rlik qilardim. Ularning oldiga qaytib kelsam, sut sog'ib, bolalarimdan oldin ota-onamga ichirar edim. Bir kuni kech qolib, kechasigacha kela olmadim. Kelib, ikkovlarini uxlab qolganlarini ko'rdim. Odatdagidek sut sog'dim va ota-onam ikkovlarini bosh taraflarida uyg'otib yubormay deb kutib turdim. Agar sen shu ishni sening roziligingni tilab qilganimni bilsang, bizga bir tirqish ochgin, osmonni ko'raylik, dedi. Bas Alloh tirqish ochdi. Undan osmonni ko'rdilar. Boshqasi esa: Allohim, amakimning qizi bor edi. Men unga erkaklar ayollarga eng ashaddiy muhabbat qo'yishlaridek muhabbat qo'ygan edim. Bas undan talab qildim. U qiz bosh tortdi. U o'ziga 100 dinor berishimni so'radi. Men urinib, u pulni jamlab kelib, uning ikki oyog'i orasiga tushganimda qiz: Ey Allohning bandasi, Allohdan qo'rq. Uzukni haqqini bermasdan nikohsiz ochma, ya'ni menga teginma, dedi. Shunda men o'rnimdan turdim. Agar shu ishni sening roziligingni tilab qilganimni bilsang, bizga yana ham kattaroq tirqish och, dedi. Bas, yana tirqish ochdi. 3-chi kishi: Allohim, men bir faraq guruchga mardikor yollagan edim. U ishni bajarib bo'lganidan so'ng haqqimni ber, dedi. Men unga haqqini ko'rsatdim. U olishga rag'bat qilmadi. Men o'sha guruchni ekishda davom etaverdim. Undan bir qancha sigir va mol boqarlar orttirdim. U qaytib kelib, Allohdan qo'rq, dedi. Men unga: Bor, anavi sigirlar mol boqarlari bilan seniki, olaver, dedi. Allohdan qo'rq, meni masxara qilma, dedi. Seni masxara qilayotganim yo'q, olaver, dedim. U oldi. Agar men shu ishni sening roziligingni tilab qilganimni bilsang, qolgan qismini ham ochib yubor, dedi. Bas Alloh ochib yubordi, dedilar. 2 shayx va Nasoiy rivoyat qilganlar. Qisqa uslubda bayon etilgan bu go'zal hadisda ixlos bilan qilingan yaxshi amal nafaqat oxiratda, balki bu dunyoda ham foyda berishi haqida so'z ketmoqda. Mo'min musulmon bandaning solih amali bu dunyodayoq uning boshidan ba'zi mushkullarni ko'tarib, kushoyish berishi mumkinligi bildirilmoqda. Ushbu hadisi sharif yog'dusi ostida bugungi kunimizga insof bilan bir nazar tashlaylik. Endi ota-onani hurmat qilish masalasiga o'taylik. Musulmonman deb yurganlarning ichida ota-onasini qarovsiz tashlab qo'yganlar bormi? Oramizda Alloh uchun ixlos bilan ota-onasining hurmatini joyiga qo'yayotganlar qancha? Oramizda qanchamiz ushbu qissadagiga o'xshab qo'lida sut yoki boshqa narsa tutgan holda kechasi bilan ota-onasining boshida turib chiqa oladi? Qaysi birimiz yig'lab turgan bolalarimizni qo'yib ota-onamizga qaray olamiz? Musulmon kishi sifatida
ushbu hadisi sharifdan ibrat olmog'imiz lozim. Ixlos bilan Alloh uchun ota-onamizning hurmatlarini joyiga qo'yib, ularga qo'limizdan kelgan barcha yaxshiliklarni qilmog'imiz kerak. Ana shundagina bizning bu amali solihimiz Alloh taologa xush kelishi mumkin. Oxiratdan oldin bu dunyodayoq bizga yaxshiliklar keltirishi va boshimizga tushgan musibatlarning arishiga sabab bo'lishi mumkin. Alloh taolodan qo'rqib, gunoh ishdan qaytish ulkan jasorat. Chunki Allohdan qo'rqmay, gunoh qilish hamma uchun oddiy bir ishga aylanib qolgan zamonda ixlos qilib, Allohning roziligi uchun o'z havoyi nafsining xohishidan kechish, gunohni tark qilish oson emas. Bu jasorat bo'lmay nima bo'lsin? Havoyi nafsiga qul bo'lib qolgan irodasiz, zaif kishilargina gunohdan burunlariga pashsha qo'nganchalik ham ta'sirlanmasliklari mumkin. Shuning uchun ham ular har qanday gunohni tap tortmay qilaveradilar. Shaytonga va havoyi nafsiga g'olib kelgan pahlavongina qo'liga kirib turgan lazzat, rohat, farog'atdan voz kecha oladi. Ushbu hadisdagi qissa qahramonlaridan biriga o'xshab, endi erishay deb turgan oniy lazzatidan Allohning qo'rqinchini ustun qo'yadi. Shu qahramonlikka qodir bo'lgan, oniy, o'tkinchi lazzatlardan kecha olgan kishigina ulug' savobga erishib qolmay, bu dunyoning o'zidayoq uning foydasini ko'rar ekan. Biz kenglik paytida Allohga ixlos qilsak, Alloh taolo bizga torlik paytida yordam beradi. Sen Allohni osonlik chog'ida eslasang, Alloh seni mashaqqat chog'ida eslaydi, deganlari bejiz emas. Endi 3-qahramonimiz bilan o'zimizni solishtirib ko'raylik. Hozir qaysi yurtda ish bajaruvchi ish haqqini o'z vaqtida va to'liq olyapti? Bugungi kunda odam o'zi rag'bat qilmay, tashlab ketgan moli tugul, ko'z o'ngida turgan, qo'riqlab turgan moliga ham ishona olmay qoldi. Kim birovning tashlab ketgan molini zoya qilmasdan ko'paytirib, yillar bo'yi ushlab turmoqda? Nima uchun birovdan olgan qarzlarimizni ham bermay yeb ketmoqdamiz? Nima uchun birovning haqqini paymol qilishdan qo'rqmaymiz? Yoki bizga solih amal kerak emasmi? Birovning haqqini zoyi qilmay ko'paytirishga beriladigan savob, bu dunyoning xayr barakasi bizga kerak emasmi? Endi alohida misollarni qo'yib, masalaga o'taylik. Hadisi sharifda vasf etilgan ixlos va Alloh taolo roziligi uchun qilingan solih amal saviyasi bilan o'zimizdagi ixlos va Alloh roziligi uchun qilayotgan amallarimiz saviyasini solishtirib ko'raylik. Sidqi dildan aytsak, u dunyoda kerakli savobga erishtirib, bu dunyoda boshimizga tushgan musibatlarni aritishga vasila bo'la oladigan amallarimiz qancha? Ular ixlos ila qilingan yetarlimi? Nima uchun bugungi kunda musulmonlarning quvonchli onlaridan ko'ra baxtsiz damlari ko'proq? Nima uchun turli tuman mushkulliklari ko'p? Ehtimol solih amallardan ko'ra gunohlari ko'pligidandir. Ehtimol ixloslari yo'qligidandir. Ehtimol Allohning roziligini istab amal qilmasliklaridandir. Demak, ixlosli bo'lishga, faqat Allohning roziligini istab, solih amal qilishga urinaylik. Ushbu hadisi sharifni doimo yodimizda tutib, undan ibrat olaylik. Buyuk sahobiy Muoz ibn Jabal raziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning amrlari bilan Yamanga ishga jo'nab ketayotib, "Ey Allohning rasuli, menga nima tavsiyangiz bor?" deganlarida, u zot sollallohu alayhi va sallam diningda muxlis bo'l. Shunda senga ozgina amal ham kifoya qiladi degan ekanlar. Alloh taolo barchamizni muxlis bandalardan qilsin. Amin.